Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya, indeksatsiya va pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas, balki pensiyaga yaqinlashib qolganlarga, ota-onasi yoki yaqinlari pensioner bo'lgan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta topshirilmagan hujjat yoki bitta tekshirilmagan ma'lumot kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimalar o'zgaryapti? Indeksatsiya nimani anglatadi? Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya qayta hisoblanadi va pensionerlar amalda nima qilishi kerak? Ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda kech qolmaslik juda muhim. Avvalo pensiya tizimida eng ko'p cho'mich keltirib chiqaradigan masalani aniqlashtirib olaylik. Ko'pchilik indeksatsiya bo'lsa, hammaga bir xil miqdorda qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa indeksatsiya degani har doim ham hammaga bir xil pul qo'shiladi degani emas. Indeksatsiya odatda narxlar o'sishi, yashash xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab pensiya to'lovlarini ma'lum darajada moslashtirish degandir. Ya'ni davlat pensiyaning real qiymati pasayib ketmasligi uchun uni oshirib borishga harakat qiladi. Oldin ko'p hollarda odamlar pensiya tayinlangandan keyin endi shu miqdor umr bo'yi shunday qoladi deb o'ylardi. Lekin amaliyotda pensiya miqdori turli qarorlar, indeksatsiyalar, bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiyani hisoblash tartibidagi o'zgarishlar sababli qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda eng muhim masala shuki, pensiya tizimi faqat avtomatik ravishda ishlamaydi. Ayrim holatlarda pensionerning o'zi ham faol bo'lishi, hujjatlarni tekshirishi, mehnat staji to'liq kiritilmaganini aniqlash kerak. Bugungi o'zgarishlarning mohiyati shundan iboratki, pensiya masalasida aniqlik, hujjatlar to'liqligi va rasmiy ma'lumotlar tobora muhim bo'lib bormoqda. Agar oldin ko'p narsa qog'oz mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari yoki korxona bergan ma'lumotnomalarga bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozir elektron bazalar, rasmiy ro'yxatlar, sug'urta badallari va ish faoliyati haqidagi ma'lumotlar katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Bu yaxshi tomoni bilan ham bor, adolatli hisoblash imkoniyati kuchayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar ma'lumot bazada noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, odam o'z haqini kamroq olishi mumkin. Oldingi tartibni oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir kishi 30 yil ishlagan, lekin uning mehnat daftarchasida ayrim yillar noto'g'ri yozilgan. Ayrim korxona nomlari o'zgargan, ayrim ish joylari allaqachon yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda bu yillarni tasdiqlash uchun arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'lgan. Agar hujjat topilmasa, ayrim davrlar stajga kirmay qolgan. Natijada odam aslida 30 yil ishlagan bo'lsa ham, hisob kitobda 25 yoki 26 yil ko'rinib qolgan. Hozir esa asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Ish staji, daromad, rasmiy to'lovlar va hujjatlar imkon qadar aniq bo'lishi kerak. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda elektron ma'lumotlar tobora ko'proq ishlatiladi. Bu shuni anglatadiki, kelajakda pensiyaga chiqadiganlar uchun rasmiy ishlash, daromadning rasmiy ko'rsatilishi, soliq va ijtimoiy to'lovlarning to'g'ri yuritilishi juda muhim bo'ladi. Konvertda oylik oldim, lekin keyin pensiyam yaxshi chiqadi degan fikr xato. Pensiya ko'pincha rasmiy daromad va tasdiqlangan stajga tayanadi. Indeksatsiya masalasida ham o'zgarishlar odamlar orasida ko'p savol tug'diradi. Masalan, pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va indeksatsiya natijasida ma'lum foiz oshirilsa, u pensiyasi qanday o'zgarishini kutadi. Lekin bu yerda pensiyaning tarkibi muhim. Asosiy pensiya qismi qo'shimchalar, ustamalar, imtiyozli to'lovlar yoki ijtimoiy nafaqalar turlicha hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bir odamga 20 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, boshqasiga 90 ming yoki 15 ming so'm qo'shilishi mumkin. Bu har doim ham xato degani emas. Hisoblash bazasi farq qilishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner qo'shnisining pensiyasi oshganini eshitadi va nega menda kamroq oshdi deb xavotirga tushadi. Bu savol tabiiy. Lekin javob topish uchun 3 ta narsani solishtirish kerak. Birinchisi, avvalgi pensiya miqdori, ikkinchisi pensiya turi, uchinchisi, qo'shimcha ustamalar bor yoki yo'qligi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa bir xil tartibda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faqat yakuniy summaga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri.
Birinchi muhim masala pensiya miqdori tasodifiy belgilanmaydi. U staj, daromad, pensiya turi, qonunchilikdagi me'yorlar va amaldagi koeffitsiyentlarga qarab hisoblanadi. Agar insonning ish staji ko'p, rasmiy daromadi yuqori va hujjatlari to'liq bo'lsa, odatda uning pensiya hisob-kitobi ham boshqacha bo'ladi. Agar staj kam, ish haqi norasmiy yoki hujjatlar yetishmasa, pensiya miqdori ham pastroq chiqishi mumkin. Ikkinchi muhim masala. Indeksatsiya inflyatsiyaga qarshi himoya vositasi sifatida tushunilishi kerak. Masalan, 1 yil oldin 1 million so'mga ma'lum miqdorda oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xizmatlar to'lash mumkin edi. Narxlar oshgach, o'sha 1 million so'mning xarid quvvati kamayadi. Indeksatsiya shu farqni to'liq yoki qisman yopishga qaratilgan. Lekin indeksatsiya har doim narxlar o'sishini 100% qoplaydi deb va'da qilish to'g'ri emas. U budjet imkoniyatlari va belgilangan tartiblarga bog'liq. Uchinchi masala, hamma pensioner bir xil vaziyatda emas. Masalan, yetim yoshli onaxon faqat yoshga doir pensiya olishi mumkin. Olimiz 2 yoshli erkak pensiyada bo'lsa ham ishlayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Boshqa bir oila boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Bularning har birida hujjatlar, qayta hisoblash va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha alohida jihatlar bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga 25 yil qolgan fuqarolarga juda e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Chunki aynan shu davrda hujjatlarni tartibga keltirish eng to'g'ri vaqt hisoblanadi. Agar siz erkak bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz, ish joylaringiz, arxiv ma'lumotlaringiz va rasmiy daromadingizni hozirdan tekshirib qo'ying. Agar ayol kishi bo'lsangiz, ayniqsa bola parvarishi, ishdagi tanaffuslar, korxona yopilgan davrlar kabi masalalarni alohida ko'rib chiqish kerak. Ikkinchi guruh, allaqachon pensiya olayotgan, lekin pensiyasi juda past chiqdi deb hisoblaydiganlar. Bunday odamlar endi kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Ayrim holatlarda qo'shimcha hujjatlar topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumot aniqlansa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Albatta, har bir holatda natija kafolatlanmaydi, lekin tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Uchinchi guruh, uzoq yillar turli korxonalarda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuvlar tartibsiz bo'lgan fuqarolar. Masalan, korxona nomi bir marta zavod, keyin aksiyadorlik jamiyati, keyin mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar yozuvlarda muhr, imzo, sana yoki lavozim noto'g'ri bo'lsa, pensiya hisoblashda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday odamlar arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ish kerak. 4-guruh, chet elda ishlagan yoki norasmiy ishlagan fuqarolar. Agar ish rasmiy bo'lmagan bo'lsa, uni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Chet eldagi ish faoliyatida esa davlatlararo kelishuvlar, rasmiy tasdiqlar va hujjatlar kerak bo'ladi. Har bir davlat bo'yicha tartib bir xil emas. Shuning uchun men 10 yil ishladim, demak avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato. Agar sizning pensiyangiz rasmiy tayinlangan, hujjatlaringiz to'liq, mehnat stajingiz to'g'ri kiritilgan va oxirgi indeksatsiyadan keyin pensiya summangiz rasmiy xabarlarga mos oshgan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya hisob-kitobini tushunib olishni tavsiya qilaman. Chunki odam o'z pulining qayerdan kelayotganini bilishi kerak. Agar siz pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan rasmiy ma'lumot olgan bo'lsangiz, unda staj, pensiya turi va to'lov miqdori aniq ko'rsatilgan bo'lsa, bu yaxshi holat. Shunga qaramang. Siz o'zgarishlar e'lon qilinganda summani solishtirib boring. Masalan, o'tgan oy qancha oldingiz, indeksatsiyadan keyin qancha tushdi? Qo'shimcha to'lov alohida keldimi yoki asosiy pensiyaga qo'shildimi? Bularni yozib yurish foydali. Birinchi misol. Tasavvur qiling, Odil aka 32 yil ishlagan. U pensiyaga chiqqanda unga 1.600.000 so'm pensiya tayinlangan. Keyin u eski ish joylaridan birida 400 ta hisobga olinmaganini bilib qoladi. Sababi korxona yopilgan, arxivdagi ma'lumot kech topilgan. Agar Odil aka bu hujjatni topib tegishli tartibda taqdim etsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada pensiyasi masalan 1.600.000 dan 1.700.000 ga yoki undan boshqacha miqdorga o'zgarishi mumkin. Aniq summa hisob-kitobga bog'liq, lekin asosiy mazmun shuki, yo'qolgan staj pulga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi misol. Mahfuza opa 20 yil rasmiy ishlagan, keyin bir necha yil uyda bola parvarishi bilan band bo'lgan, keyin yana ishlagan.
pensiyaga chiqayotganda u ayrim davrlar hisobga olinmagan deb o'ylaydi. Bunday holatda u bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish joyidan ma'lumotnomalar, mehnat daftarchasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishi kerak bo'ladi. Chunki ayollarda mehnat faoliyatidagi tanaffuslar ko'pincha pensiya hisobida savol tug'diradi. Har bir davr qonun bo'yicha qanday hisoblanishini alohida tekshirish kerak. 3-misol. Rustam aka 25 yil rasmiy. 12 yil norasmiy ishlagan. U men jami 27 yil mehnat qildim deydi. İnsoniy tomondan bu gap tushunarli, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq juda muhim. Agar 12 yil davomida mehnat shartnomasi bo'lmasa, sug'urta to'lovlari yuritilmagan bo'lsa, ish beruvchi hech qanday hujjat bermagan bo'lsa, bu davrni isbotlash og'ir bo'ladi. Mana shu sababli men hali pensiyaga chiqmaganlarga doim aytaman. Bugungi norasmiy oylik ertangi pensiyangizni kamaytirishi mumkin. 4-misol. Bir pensioner 1 milyon 300 ming so'm pensiya oladi. Qo'shnisi esa 1 milyon 900 ming so'm oladi. Ikkalasi ham bir yoshda. Birinchi qarashda adolatsizlikdek ko'rinadi. Lekin solishtirib ko'rsak, qo'shnisi 35 yil rasmiy ishlagan, daromadi yuqori bo'lgan, barcha hujjatlari to'liq. Birinchi pensioner esa 22 yil tasdiqlangan, stajga ega, ayrim yillari hujjatsiz qolgan. Demak, farq yoshda emas, hisob-kitob asoslarida bo'lishi mumkin. 5-misol. Bir kishi indeksatsiyadan keyin pensiyasi 10% oshadi deb eshitdi. U 2 million so'm olayotgan bo'lsa, darrov 200 ming so'm qo'shiladi deb kutadi. Lekin amalda uning pensiya tarkibidagi hamma qism bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Ayrim ustamalar boshqa formula bo'yicha, ayrim to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun yakuniy o'shish 200 ming emas. Masalan, 170 ming yoki 220 ming bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l mish-mishga ishonmasdan rasmiy hisob-kitobni so'rashdir. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya oshishi e'lon qilinganda. To'lov sanasi va amalda pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zan qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin to'lovlar keyingi oyda yoki qayta hisob-kitob bilan berilishi mumkin. Shuning uchun bugun e'lon bo'ldi. Ertaga kartaga tushishi kerak deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasiga tushgan summa bilan hisoblangan summa o'rtasida farq bo'lsa, darhol vahima qilmang. Avvalo qarzdorlik ushlab qolishlar aliment. Ijro hujjatlari, bank bilan bog'liq texnik masalalar yoki oldingi ortiqcha to'lovlarni tekshirish kerak. Ayrim pensionerlar pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ma'lum ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni faqat rasmiy ko'chirma orqali bilish mumkin. 3-nozik jihat. Pensiya turi o'zgarsa, hisob-kitob ham o'zgarishi mumkin. Masalan, nogironlik holati qayta ko'rikdan o'tishi, guruh o'zgarishi yoki muddat tugashi bilan to'lov miqdori o'zgaradi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiyada esa oila a'zolari soni, ularning yoshi, o'qish yoki mehnatga layoqatlilik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrimlar pensiyaga chiqqach ham ishlashda davom etadi. Bu holatda rasmiy ish, daromad va qayta hisoblash tartibini bilish kerak. Ba'zi pensionerlar men ishlayapman, demak pensiyam har oy o'sib boradi deb o'ylaydi. Aslida qayta hisoblash belgilangan tartib va muddatlarga bog'liq. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z ish beruvchisidan rasmiy to'lovlar yuritilayotganini tekshirishi kerak. 5-nozik jihat, hujjatlardagi ism familiya farqlari. Masalan, pasportda familiya bir xil, mehnat daftarchasida esa bitta harf xato yozilgan bo'lishi mumkin. Ayollarda turmush qurgandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, stayni tasdiqlashda muammo chiqadi. Shu sababli barcha hujjatlardagi ism, familiya, ota ismi va tug'ilgan sana bir-biriga mos kelishini tekshirib chiqing. 6-nozik jihat, arxiv masalasi. Eski korxonalar yopilgan bo'lsa, hujjatlar qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivida bo'ladi, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan korxona vorisi bo'lgan tashkilotda saqlanadi. Agar birinchi joydan topilmasa, bu hujjat umuman yo'q degani emas. İzlashni davom ettirish kerak. Ayniqsa Sovet davrida yoki 90-yillarda ishlagan fuqarolarda bu juda dolzarb. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'z pensiyangiz yoki kelajakdagi pensiyangiz bo'yicha mavjud hujjatlarni bir joyga yig'ing. Bunga pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar,
ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari kiradi. Har bir hujjatning nusxasini alohida saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni yilma-yil yozib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Ishga kirgan va chiqqan sanangiz qanday? Bularni oddiy daftar yoki telefoningizga yozib qo'ying. Keyin shu ro'yxatni mehnat daftarchasi bilan solishtiring. Agar ro'yxatda bor. Lekin daftarchada yo'q davr bo'lsa, demak, tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening pensiyam qaysi staj va qaysi daromadlar asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma yoki elektron shaklda ma'lumot oling. 4-qadam, agar pensiyangizda xato bor deb hisoblasangiz, dalil bilan murojaat qiling. Menga kam to'layapsizlar degan umumiy gap yetarli emas. Masalan, 1970-yildan 1993-yilgacha falon korxonada ishlagan, davrim stajga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman deb yozish kerak. Murojaat aniq bo'lsa, uni ko'rib chiqish ham osonroq bo'ladi. 5-qadam, bank kartangizga tushadigan pensiya bo'yicha ko'chirma oling. Har oy qancha tushgani, qaysi sanada tushgani va qo'shimcha to'lovlar bo'lmaganini tekshiring. Ayniqsa indeksatsiya e'lon qilingan davrda bu muhim. Agar summa kutilganidan farq qilsa, sizda aniq raqamlar bo'ladi va savolni dalil bilan berasiz. 6-qadam, rasmiy manbalardan tashqari mish-mishlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaga falon pul qo'shilar ekan, pensiya bekor bo'lar ekan, hujjat topshirmaganlarga pul berilmas ekan degan gaplar tez tarqaladi. Har bir xabarni rasmiy e'lon, qonun hujjati yoki vakolatli tashkilot izohi bilan tekshiring. Men ekspert sifatida aytaman, pensiya mavzusida eng katta zarar ko'pincha noto'g'ri vahimadan keladi. 7-qadam, agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, elektron xizmatlardan foydalanish yoki murojaat yozishda qiynaladi. Farzandlar, nabiralar bu yerda katta yordam bera oladi. Birga hujjatlarni ko'rib chiqing. Eski mehnat daftarchasini varaqlang. Arxivga so'rov yuborish kerakmi, aniqlang. Ba'zan oilada hech kim e'tibor bermagan bir hujjat pensiya miqdorini o'zgartirishi mumkin. 8-qadam, murojaat qilganingizda nusxalarni saqlang. Qaysi tashkilotga qachon murojaat qildingiz? Arizangiz raqami nima? Javob qachon keldi? Barchasini yozib boring. Agar keyin qayta murojaat qilishga to'g'ri kelsa, sizda tartibli tarix bo'ladi. Bu oddiy ko'rinsa ham amalda juda ko'p muammolarni hal qiladi. Agar siz pensiyani qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizada fikr aniq bo'lishi kerak. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Avval o'zingizni tanishtirasiz, keyin qaysi pensiya turini olayotganingizni ko'rsatasiz. Keyin muammo nimada ekanini yozasiz. So'ng ilova qilayotgan hujjatlarni sanaysiz va oxirida qayta ko'rib chiqishni so'raysiz. Masalan, mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni hisoblashda falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrda ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnomani ilova qilaman. Pensiya hisob-kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni va natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat ko'p hollarda umumiy shikoyatdan samaraliroq bo'ladi. Agar siz pensiya oshishi bo'yicha savol bermoqchi bo'lsangiz, unda ham aniq yozing. Indeksatsiyadan oldin pensiyam falon so'm edi. Indeksatsiyadan keyin falon so'm tushdi. Menga pensiyam qaysi tartibda va qanday hisob-kitob asosida oshirilganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu savol mutlaqo qonuniy va o'rinli. Har bir fuqaro o'z to'lovi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Birinchi xato. Hujjatlarimni keyin yig'aman deb yurish. Pensiyaga yaqin qolganda arxiv topilmasligi, korxona yopilgan bo'lishi yoki ma'lumot olish ko'p vaqt olishi mumkin. Shuning uchun erta harakat qilish kerak. Ikkinchi xato. Faqat qo'shnining gapiga ishonish. Qo'shningizga qo'shilgan summa sizga ham aynan shunday qo'shilishi shart emas. Har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Uchinchi xato, norasmiy ishni oddiy hol deb qabul qilish. Bugun qo'lga ko'proq pul olish yoqimli tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida rasmiy daromad yetishmay qoladi. 4-xato, hujjatlardagi kichik xatolarga beparvo bo'lish. Bitta harf, bitta sana yoki bitta muhr masalani murakkablashtirishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda buni jiddiy tekshirish kerak. 5-xato, og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Muhim masalada yozma javob yoki rasmiy ma'lumot olishga
harakat qiling. Chunki keyingi bosqichda aynan shu hujjatlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Nega bu o'zgarishlar muhim? Chunki pensiya tizimi millionlab insonlarning hayotiga ta'sir qiladi. Pensioner uchun 100 ming so'm ham katta pul bo'lishi mumkin. Bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki transport xarajatidir. Shuning uchun pensiya hisobidagi har bir yil, har bir ma'lumot va har bir indeksatsiya ahamiyatli. Agar tizim aniq ishlasa, adolat kuchayadi. Ko'p ishlagan, rasmiy to'lov qilgan, hujjatlari to'liq odam o'z mehnatiga yarasha pensiya oladi. Agar ma'lumotlar chalkash bo'lsa, odam o'z haqini isbotlashga majbur bo'ladi. Demak, islohotlarning asosiy talabi ham shunda, fuqarolar ham, tashkilotlar ham ma'lumotlarni tartibli yuritish kerak. Pensionerlar uchun eng katta xavf vahima emas, beparvolikdir. Vahima odamni noto'g'ri qarorga olib keladi. Beparvolik esa haqqini yo'qotishiga sabab bo'ladi. To'g'ri yo'l o'rtada rasmiy ma'lumotni tekshirish, hujjatlarni yig'ish, savol berish va javobni talab qilish. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya va indeksatsiya masalasida hamma narsa raqam, hujjat va rasmiy tartibga bog'liq. O'zgarishlar bo'lsa, ular kimlargadir avtomatik ta'sir qiladi. Kimlargadir esa hujjatlarni tekshirish zaruratini tug'diradi. Pensiya olayotganlar o'z summasini nazorat qilsin. Pensiyaga yaqinlashayotganlar staj va daromad hujjatlarni hozirdan tartibga keltirsin. Farzandlar esa ota-onasiga bu jarayonda yordam bersin. Men sizga shuni tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni bir joyga qo'ying. Pensiya miqdoringizni yozib oling. Oxirgi tushumlarni tekshiring va agar savol bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Hech kim sizning pensiyangizga sizchalik manfaatdor bo'la olmaydi. Sizning fikringiz qanday? Pensiya o'sishi, indeksatsiya va islohotlar bo'yicha sizda qanday savollar bor? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng muhim savollarni keyingi videolarda albatta tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya mavzusidagi har bir yangilikni vaqtida bilish har bir oila uchun muhim.